Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimizda Impuls brendidan svarichni apparatlarimizni qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Ungacha sizlar kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda, skidka narxlarda chiqarib beramiz. Apparatlarimizda svarichni apparatimiz, elektrod eritishga mo'ljallangan plazmarez apparatimiz, kemping svarichni apparatimiz hamda shularni bittaga jamlagan multimet to'rttasi bittalik svarichni apparatlarimizni sizlarga video obzorlarini qilib beramiz. Impuls brendidan professionalni elektrod eritishga mo'ljallangan inventorli bo'ladi. Pastoylarga bemalol ishlab beraveradi. Uyda xo'jalikda toklaring 140, 150 ga tushib ketgan taqdirda ham apparatni o'zi legirovka qilib bemalol ishlayveradi. To'rtlikkacha bo'lgan elektrodlarimizni bemalol eritib berishga mo'ljallangan bo'ladi. O'zini amperajlarini boriga qo'yib bemalol foydalanaverasizlar. 400 ampergacha bo'lgan kuchlanishni bemalol ko'tarib beraveradi. Hamda Qt 40 modeliga tegishli plazmarez apparatimiz Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan tablosiz variantlarda bo'ladi. O'zini amperajlarini quloqchalarida legirovka qilib foydalanaverasizlar. 1,5 santimetrgacha bo'lgan listlarimizni bemalol kesib beraveradi. MiG 300 inventorli kemping svarichni apparatimiz bo'ladi. Bu ham Impuls brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Apparatimizda o'zini amperajlarini, volt toklarini bemalol legirovka qilib ko'rib foydalansalaring bo'laveradi. Undan tashqari apparatimiz kemping svarichni hamda elektrod eritishga mo'ljallangan ikkitasi bittalik svarka apparatimizdan bo'ladi. Kemping svarkada 0.8 lik, 1 lik simlarimizni gazli hamda bezgaz ko'rinishda eritib foydalanaverasizlar. Elektrodning funksiyasida bo'ladigan bo'lsa, 3 likgacha bo'lgan elektrodlarimizni eritib foydalansalaring bo'ladi. Multimet svarichni apparatimizga keladigan bo'lsak, apparatimiz to'rttasi bittalik svarichni apparatimiz bo'ladi. Shu ko'rib turgan svarka apparatlaring uchalasi ham apparatni o'zida mavjud. Plus Aragon svarka funksiyasi ham bo'ladi. Bularda ichiga nimalar kiradi? Elektrodning funksiyalari kiradi. Plazmarez kesishga mo'ljallangan funksiyalari, kemping svarichni funksiyalari hamda elektrodning funksiyalari mavjud bo'ladi. Apparatimiz tabloli o'zini tugmachalarida legirovka qilib, xohlagan modellaringga qo'yib foydalanaverasizlar. Hozir shu apparatimizni bitta yoqib sizlarga tekshirib beramiz. Mana ko'rishlaring mumkin, apparatimiz yonyapti. O'zini legirovkalarini bemalol qilaverasizlar. Qt modelida 40 ampergacha bo'lgan kuchlanishni bemalol ko'taraveradi. Bu bo'ladigan bo'lsa, o'zini Aragon funksiyasi, kemping funksiyasi hamda MMA elektrodning funksiyasiga o'tadi. Kimga qanaqa apparat kerak bo'ladigan bo'lsa, barcha turdagi svarichni apparatlarimizdan do'konimizda mavjud. To'rttasi bittaligidan deysizlarmi yoki qolgan turdagi svarichni apparatlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina svetoforini yonginasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlar do'koni bo'ladi. Video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini qilib beraveramiz. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Apparatlarimizning narxini bilish uchun kommentariyaga narx so'zini yozib ketsalaring, o'zimiz sizlarga aloqaga chiqamiz. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi.